Men ko'p kompaniyalar ishini tahlil qilganman. Tizim bor, mahsulot yaxshi, lekin natija yo'q. Rahbardan so'rasa, nimaga unaqa bo'lyapti desam, aka menejerlar ishlamayapti deydi. Menejer ishlamayapti degani emas bu. Demak, tizim yo'q. Tizim ularni ishlatamayapti. Kompaniyada ishlaganimda kuzatdimda, rahbar har kuni odamlarni yig'adi va ular bilan ish olib boradi. Yig'andan keyin aytadi, topshiriqlar beradi, buni qilgin deydi. Ular xo'p aka, xo'p deydi, yozadi, o'tirib daftarlariga chiqib ketishadi. Ikkinchi kuni yana shu ishlar takrorlanadi. Yana shu ishlar bajarilmaydi. Rahbardan so'radim, aka, siz menejerlarni o'qityapsizmi deb so'rasam, ha deydi. Men har kuni ularga gapiryapman-ku. Shu o'qitish emasmi deydi. Yo'q, bu o'qitish emas deb unga tushuntirdim. Gapirish bu o'rgatish emas, tizim o'rgatadi deb tushuntirdim. Menda vazifa nimadan iborat? Siz aka ularni ilhomlantirishingiz kerak, ruhlantirishingiz kerak dedim. Qanday ruhlantiraman? Siz ularning maqsadini bilishingiz kerak. Ular nimaga intilyapti, qanday maqsadlari bor, qancha pul ishlab topmoqchi, orzulari, maqsadlarini hammasi bilgandan keyin moliyaviy ozodlikka erishmoqchimi, yo'qmi, maqsadini aniq bilgandan keyin har bitta odamga bitta kalt topishingiz kerak. Buning uchun siz har bitta odam bilan har kuni iloji boricha suhbat olib borishingiz kerak. Suhbat qanaqa bo'ladi? Yig'ish kerak. Ertalab yig'iladi, yig'ilgandan keyin odamlar bilan gaplashiladi. Gaplashgandan keyin iloji boricha hammasiga topshiriq bergandan keyin albatta bu odamni kech payt yana surishtirasiz. Nima qildi, bajardimi, yo'qmi, bajarmagan bo'lsa sababini bilasiz. Balki bu odamda oilada qanaqadir muammosi bordir, o'zini qanaqadir mazalari yo'qmi? Har bitta odamda o'ziga yarasha muammo bo'ladi. Biz odamlarni tushunishimiz kerak, bilishimiz kerak. Mana masalan, men ishxonada odamlarimiz 1000 ta odam ishlagan bo'lsa ham, har bitta odam bilan men baribir gaplashardim-da. Aylanib yurganda savol-javob, yaxshimisan, ishlaring yaxshimi, aka? Nima bo'ldi, nasrang yo'q desam, aka muammo nimaga desam, to'y boshlanib qolayotganda pul yetmayapti. Nima kerak? Yordam kerakmi desam, aka, sizga pul kerak. Bo'ldi, keyin oldimga kassaga aytaman, senga oldindan pul beramiz, yordam beramiz. Bitta ikkitasiga baribir savol berganimda, aka, menda anaqa qiynalyapmiz desam, bo'ldi, bolalarga aytib, boringlarda to'yga bitta qo'y beringlar dedim. Kimdadir 20sini qilayotganda yetmayotgandi. Unga yordam berdi. Shunday qilib odamlar sizga ishonadi. Mana bu ruhlantirganingiz, ilhomlantirganingiz shunaqa bo'ladi. Mana shuni tushuntirgandan keyin rahbar tushundi va harakat qildi. Men aytganimni qilishni. Odamlar bilan til topishib, gaplashib, ilhomlantirishni va natija berdi. Albatta natija beradi. Sizlar ham shu narsaga e'tibor beringlar do'stlar. Odamlarni ilhomlantiring. Faqat buyruq, buni qilgin degan bilan odamlar ko'p narsani qilmaydi. Til topsangiz, kalt topsangiz har bitta odamga qulfga o'xshab kalt topasiz-ku, hamma kaltam to'g'ri kelmaydi-yu. O'shanda odam bor kuchini, bor o'zini anaqa bahoratini, vaqtini kompaniyangizga beradi. Natija bo'ladi albatta. Kelinglar endi menejer yo'l qo'yadigan 3 ta xatoni ko'rib chiqaylik. Menejer nazorat qiladi, lekin boshqarmaydi. Bu nima deganim? Mana biz har doim topshiriq, menejerlarga e'tibor bering, topshiriq beradi. Mana buni qilgin, shuncha qo'ng'iroq qilgin, mana bu odamning oldiga borgin, hisobot bergin. Bu topshiriqlar berilyapti-da, lekin boshqarmayapti bu odamlarni. Boshqarish bu insoniy, bu odam bilan gaplashish kerak. Boya gapirganimdek, odamlarni aytayapman, har bittasini qanaqasi muammosi bor har bitta odamda. Har bitta odamni o'ziga yarasha bilimlari bor, o'zini kuchli tomonlari bor. Biz kuchli tomonlarini ko'rib bu odamlarni ilhomlantirishimiz kerak, ruhlantirishimiz kerak. O'shanda bu odam ruhlanib harakat qiladi-da. Masalan, mana biz qanday qilardik? Motivatsiya deymiz-ku, odamni maqtab qo'yish kerak. Albatta buni yaxshi tomonlarini ko'rganiki, voy barakalla, balades, men senga ishonardim desangiz, odam xursand bo'ladi. Yoki mana sotuvchilar bor. Sotuvchilar bilan ishlaganingizda albatta ularga e'tibor beringda. Eng yaxshi sotuvchiga hammasini oldida minnatdorchilik bildiring. Qarsaklar chaling.
Tug'ilgan kunlar bilan tabriklang odamlarni. Bizda ham mana shunaqa muammo bo'lardi. Men odamlar bilan til topishmasdan qiynalardim. Birinchi mana boshqarganimda 30 ta odam, ularning ichida alkashlari bor, o'g'ri bor, qamoqda o'tirgan, gaplashganda o'g'rilarga o'xshab gaplashadi. Anaqasi bor, ayollari bor. Shunga o'xshagan har xil odamlar bor. Bularni birlashtirish kerak edi. Juda ham qiyin bo'lgan. Har bitta odamga men til topishni harakat o'ylab, men aytdim, har bitta odamga nima kerak? Tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz dedimda, har bittasidan 500 so'mdan yig'adigan bo'ldik. Bratan, zachем это нужно? Nima keragi bor deb anaqa qilganlarim, qarshilik ko'rsatganlar ham bo'ldi. Men aytdim, shunday qilamiz dedimda. Undan keyin odamlarni yig'ib, ularni tabriklardim. Har bitta tug'ilgan kunda voy rahmat derdi, xursand bo'lar. Arzimagan sovg'a berardik-da. Qarsaklar, e'tibor, ko'ryapsizlarmi? Mana bu ilhomlantirish, bu odam keyin yaxshi ishlardi. Eslab qolinglar, boshqaruv bu yo'l ko'rsatish, ustuvorlikni aniqlash, odamni ruhlantirish, ilhomlantirish. Nazorat bu mexanik faktor. Boshqarish bu insoniy faktor. Ikkinchi xato, menejer natijani tushuntirmaydi. Faqat aytadi, topshiriq beradi. Buni bajarasan, mana shuncha qilasan, mana buni qilgin. Nima uchun buni qilish kerak? Natija qanaqa bo'ladi? Biz nimaga intilyapmiz? Biz albatta menejer nima odamlarga aytish kerak? Plan. Bizda maqsad shunaqa do'stlar, 1 oylik plan, 1 haftalik plan, 1 kunlik plan. Mana shunga intilyapmiz biz. Mana biz bajarmayapmiz planni. Yoki bajaryapmiz. Bajarayotgan bo'lsa, qarsaklar, rahbar deb hammasiga minnatdorchilik aytib, ularni ruhlantirish kerak-da. Albatta natijani tushuntirish kerak. Nima uchun? Mana qarang, faraz qiling, biz bitta kemaga o'tirdik. Bitta kemada suzib ketyapmiz-da. Bittasi harakat qilyapti, ikkinchisi harakat qilmayapti. Biz natijani ko'rsatishimiz kerak-ku. Biz qayerga ketyapmiz? Maqsad nima? O'shanda odam buni natijani bilgandan keyin harakat qiladi. Hammamiz bitta kemada bo'lishimiz kerak. Mana shu narsaga e'tibor beringlar. Agar siz faqat buyruq beradigan bo'lsangiz, ular bajaradi. Balki bajarish mumkin, zo'r bajarish mumkin. Lekin bilib qolinglarda, ular buyruq bilan bajargan jamoa bu jonli emas. Albatta bu odamlar bilan ishlaganda natijani tushuntiringlar. Qayerga intilyapmiz, nima qilmoqchimiz, maqsadimiz nima? Nima uchun bu narsani qilyapmiz? Bu raqamlar nima uchun kerak? Degan narsalarni albatta tushuntiringlar. 3-xato. Menejer o'z jamoasini himoya qilmaydi. Mana qaranglar endi, katta korxonada menejer bor. Bu menejer odamlarni boshqaradi. Menejer deganda odamni boshqaradigan odam. Mutaxassis odamni boshqarmaydi. Demak, menejer mutaxassislarni boshqaradi. Menejerning tepasida rahbar bor. Katta kompaniyalarda zam direktor bo'ladi, undan keyin direktor bo'ladi yoki bosh direktor bo'ladi. Shunday qilib menejerning xo'jayini bor. Mana menejer o'rtada turibdi. Jamoa bilan xo'jayinlarning o'rtasida. Agar biz faqat rahbar o'zimiz odamlar bilan ishlaydigan bo'lsak, endi kichkina kompaniya ishlashimiz mumkin. Lekin kompaniya katta bo'lgandan keyin biz ularning ishiga aralashamaymiz. Asosiy ishni mana shu menejer bajaryapti. Shu narsaga e'tibor beringlar. Bu menejer rahbariyat bilan jamoani orasidagi ko'prik. Agar mana shu ko'prik ishlamaydigan bo'lsa, aloqa bo'lmaydi-yu. Demak, biz menejer bo'lib turib, biz odamlarni himoya qilishimiz kerak. Biz odamlar haqida o'ylashimiz kerak. Rahbarlar endi do'q qilish mumkin, so'kish mumkin siz, lekin jamoani eshitishingiz kerak. Agar sizga jamoa ishonmasa, ishlamaydi ular. Ishonch bo'lmaydi. Siz bularni boshqaramaysiz. O'shanga siz jamoani agar iloji boricha siz rahbarni oldida himoya qilishingiz kerak. Himoya qilib va xatolari bo'lsa albatta jazolashingiz kerak. Lekin agar noto'g'ri ularni boshqarishi yoki noto'g'ri bularga qanaqadir pullar bermayaptimi yoki boshqa ishlar bajarayotgan bo'lsa, albatta himoya qilishingiz kerak. O'shanda sizga ishonadi bu odamlar. Ishongandan keyin orqangizdan boradi. Shunday qilib, menejer bu tizimdagi eng muhim bo'g'im. Bu rahbarni topshiriqlarini, fikrlarini, xohishlarini yetkiza oladi. Shuning uchun men har doim aytaman, menejer bilan ishlanglar deyman. Ularni o'qiting,
o'rgating va eng asosiy narsa ularni ishiga aralashmang. Ularga erkinlik bering. Ularni o'rgatganingizdan keyin ularga erkinlik bering. Menejer to'g'ri ishlasa, kompaniya to'g'ri ishlaydi. Menejer to'g'ri boshqara olsa odamlarni, kompaniyangiz rivojlanadi. Agar sizning jamoangizda ham menejer bo'lib turib, natija bo'lmasa, demak sizga tizim kerak. Keling birgalikda shu tizimni ko'rib chiqaylik. Shunday qilib eslab qolinglar, menejerlar bu kompaniyaning yuragidir. Ular to'g'ri ishlasa, demak kompaniya rivojlanib boradi. Menejerlarni o'zgartirish uchun ularga bosim kerak emas, ularga yo'l ko'rsatish kerak. Men shunga ustozlik qilaman. Ya'ni rahbarlar orqali tizimni uyg'otishga.